Michael Jackson qabri joylashgan bino ichkarisiga kirish mumkin emas va men u yerga kirishga harakat qildim. Boshida o'yladim, balki bu kerakmasdir. Aynan mana shu bino ichida Jacksonning qabri saqlanadi va odamzod kirishi mumkin emas va men orqa eshiklardan kirishga harakat qildim. Bino tashqarisida g'alati haykallar va yozuvlar ham bor edi. Diqqat bilan qarasangiz, qandaydir g'alati haykallar va men ichkariga kirdim. U yerda g'alati haykallarga ko'zim tushdi va ichkariroq kirishga harakat qildim. Bino ichkarisi to'la suratlar va har xil yozuvlar. O'zim ham tushunmadim. Xonalar ko'pligidan odam adashib qoladi va men har bitta xonaga kirishga qaror qildim. Tushunishingiz uchun bu devorda turgan har bitta narsa bular qabrlar hisoblanadi va o'sha o'lgan insonlarning yutuqlari ham mana shu yerda saqlanar ekan. Qandaydir meni ko'zimga hammasi g'alatidek tuyuldi. Balki sizga ham shunaqa tuyulgan bo'lishi mumkin. Pastki qavatlar va u yerda ham har xil rasmlar ilingan. Odamlar bu yerda yo'qligi uchun meni o'zimga qo'rqinchli tuyuldi. Haykallarga qarab turganimda g'alati tovushlar eshitildi va men bu yerdan chiqib ketishga qaror qildim. Meni kuzatishda davom eting va bundan ham zo'r kontentlar hali hammasi oldinda.